Xudo xolasa mana shu molda 36 million 500 mingga vodiy bo'ylab yetkazib borib beramiz. Kami xayri bo'ladi aka, xudo xolasa. Xayrini qilib beramiz obunachilarimiz. Joningiz omon bo'lsin. Obunachilar legendasi, ishonavering. Yakka yagona. Maza qilib, ishonavering. Boqsangiz mana shunaqasidan boqing mana. Zo'ridan zo'r akalar. Xudo xolasa 2 hafta bo'lgan ekan qo'yilganiga, sementalga qo'yilibdi. 36 million 500 ming so'm. Bo'ylari 1.35 sm pilusda. Telefon qilasizlar, xudo xolasa, albatta chiroyli kami xayri bo'ladi akalar. Assalomu alaykum, Vodiyus kanalining ashaddiy obunachilari va bizni muntazam kuzatib borayotgan aka-uka do'st birodarlar. Obunachilar xudo xolasa yangisi kelgan, sveji, qaynoqqina yeridan videoni o'tkazmasdan oxirigacha ko'ringlar, xudo xolasa narxi juda yengil. Ishonavering. Paltarashka buqa so'raganlarga xudo xolasa bugun o'sha akalarimiz ishlari bitadi. Mana bunday chempion paltarashka buqalarimiz kelgan. Yo'q, menga zot yo'nalishiga imkon bo'lsa Angusidan keladiganlarga mana bunday 100% tozasidan eng qizig'i akalar uyda boqilayotganida kecha bugun kelgan emas akalar. Xudo xolasa 2 oy 3 oydan beri uyda boqilayotgan Angusimiz kelgan. Xo'p, videoni akalar o'tkazilmay oxirigacha ko'rib, maksimalniy podpishka qilib akalar, like-ta yemay bosib turasizlar. Xudo xolasa narx-navosini bizdan kutib olasizlar akalar. Biz bugun Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Katta Qurama qishlog'idan o'sha afsonaviy arzonchi va optimchi akamizda mini fermasidamiz akalar. Videoni ko'p cho'zmaylik. Mollarimiz hozir yetib keldi. Ko'rib olishlaring mumkin. Hali tozalovini ham qilingan yo'q. Pandazandazi ham berilgan. Hammasi mana charchov. Xudo xolasa akalar, lekin sinov muddatiga xudo xolasa 1 hafta garantiyasi beriladi. Hop, akamizga o'zlariga yo'zlanaylik. Akalar, videoni cho'zmasdan o'zlari chiroyli qilib yoritib bersinlar aka. Assalomu alaykum. Mansur aka, sizsiz? Aka oldingizmi aka? Rahmat, obunachilar uchun. Chempionlar kelibdi, xudo xolasa legendalari. Puli yengil. Hop, aka, videoni ko'p cho'zmaylik. Mollarni ham qiynamaylik. Beramiz. Hop. Qaysi tarafdan boshlaymiz aka? Farqi yo'q, qaysi tarafdan boshlasa, kichkinadan boshlaymiz. Bo'ldi, mana kichkinasidan boshlaylik aka. Mayli, mana kichkinalaridan. Bo'ldi. Hop, nechtasini bitta qo'yib beramiz aka? 6 tasini bitta qo'yib beramiz. 6 tasini bitta qo'yib beriladi. Hop, akalar xudo xolasa mollarimizda orqa boshlari, oyoq qo'llari xudo xolasa ideal holatda. Mana. Hop, joyimizga akalar xafa bo'lmaysizlar. Ozgina joyimiz torroq, shuning uchun mollar qisilib bir joyda yaxshi ko'rinmayotgan bo'lishi mumkin. Telefon qilasizlar, screenshot qilib, Telegramdan bir qator video qilib, addenni video qilib tashlab beriladi akalar. Tuyoqlariga ham ahamiyat berasiz. Kalla pochchalariga xudo xolasa ideallaridan. Hop, bo'y bastagi qanaqa bo'ladi? Bo'y bastaga ko'ra metrsa beramiz. Realni o'lchab qo'yinglar, ha? Bir o'lchab qo'yamiz. Bo'ldi. Men bitta ko'rsatib o'tay mana aka. Yaxshilab ko'rib olingan mollarni. Orqa boshlari, oyoq qo'llari. Mana mol ko'ring. Joning sog' bo'lsin. Juda boshqacha narsaga mana. O, yelkasini ham ko'ring. O'ta keng ekan lekin yelkasi ham mana. Kalla pochchalari ham akalar, xudo xolasa novvoz kallalarni qarang. Xunojin kalladan emas. Aka necha ekan bo'yi? 1 pilusdan boshlanadi. Hop, 1 pilusdan boshlanadi. Bu yog'i 1 pilusdan boshlanadi. mollar akalar juda ko'p. Endi hozir mana 5 daqiqaga qilib shu bugun pilusdan boshlanib, mana mollar hali o'zini ko'rsatgan ham yo'q. arg'amchiga tushib turibdi ekan. Mana hammasi osilib charchoqlikdan. 1.5 pilusgacha. Hop, 1 metrdan 1.5 pilusgacha 5 pilusgacha bitta qo'yamiz. bo'ladi. Hop, aka narxchi endi bo'ladi. Ularning narxini 6 tasini bir joyga oldim deganga nech puldi? Bir yerga oldim deganga 17,5 demayman. Hop. 17 million 17 million 100 mingdan xayrini qilib beraman. 17 million 100 ming so'mdan. Xayrini qilib beraman. 6 tasini bir joyga oldim deganga. Hop, keling aka. Bir osh yegan qo'lingizni ham ushlab savdolashib qo'yaylik. O'tib berasiz-da, meni obunachilarim aka. O'tib beraman. Xayrini qilib beraman. Nech pul o'tib berasiz? Yaxshilab karra qo'ying aka. Hali 16 million 800 olib ketaver. adashib ketdim, haligi bo'lmasin aka. 16 million 800 dan bor aka. Bor aka. 16 million 800 ming so'mdan. Bor aka. Ha. Telefon qilishadi, yana bir joyga o'tib berasiz aka. O'tib beraveraman yana. Bo'ldi. 16 million 800 ming so'mdan akalar yana bir qator eslatib o'tamiz. Yana aytib bo'ylari 4 ta 5 ta olganga bir qop kepagi bonus. Bir qop kepagi bonus. Bonus 4 ta 5 ta olganga bir qop kepagi bonus. Joningiz omon bo'lsin. Obunachilar xudo xolasa 1 metrdan 1.5 plus 5 tasini olganga xudo xolasa bir qop aka, endi bir qop bo'lmasa 2 qop qilib bering. 6 ta olganga 2 qop qilib beraman. Bo'ldi. 6 ta olganga xudo xolasa beraman. 2 qop kepagi bilan yetib boradi akalar mana. Lekin mollarimiz akalar mana 2 kun, 3 kun chiroyli qilib boqing, Charchoq kelganiga 1 soat bo'lgan yo'q.
hali bir soat Keldi, bo'lgan. shega taranma turibdi. 2 kun 3 kun chiroyli qilib charchoqni chiqarib ekan. Lerni bering. Vallahi Vallahi yarim tog'da yanada turibdi. o'zini o'zi ko'rsatishni boshlaydi akalar. Xo'p, navbatdagilar aka. Navbatdagilari 1, 2, 3, 4 tasini bir yerga qo'yamiz. 4 tasini. Oloparoda ishqibozlariga akalar. Xohlasa. 4 ta olachani. Janob. 5 ta. Mol nimaga bu orqaga chiqyapti bu? Sal oldiraqa yurchi. Ko'p mollarni turishga mana joyi yo'q. Mana. Joning sog' bo'lganlar. Bo'ylari ham aka 1.10 oshroq bo'lsa kerak bular. Biri 5 dan, biri 10 gacha ekan. Biri 5 dan, biri 10 gacha. Xo'p, akalar xudo xolasa bularga ham yaxshilab e'tibor bering. Orqa boshlariga, oyoq qo'llariga, xudo xolasa yelka soha, bel ideal holatda. Kalla pochchalari mana. Hozir videoning oxirida old tarafdan ham o'tib ko'rsatib qo'yamiz. Xo'p, bo'ylari biri 5 dan, biri 10 gacha. Narxi aka endi bularni ham. Bularni 18 dan o'tib beraman. 18 dan o'tib berasiz. O'tib beraman, Kamichi? 18 dan. Keling. Yaxshilab karra-karra qilib 2 aka. ming o'tib beraman bularga ham. 200 ming so'mdan. 200 ming. Chiroyli qilib yetkazib yuborib beriladi. Olib beraman. Telefon qilishadi, yana o'tib berasiz aka. O'tib beraman yana. Alloh, babar aka. Obunachilar xudo xolasa telefon qilasizlar, chiroyli qilib xayri kamini qilib berishadi. Xo'p, navbatdagilar aka. 3 tasi. 3 tasi. Bitta olacha, ikkita shvetim. Voy jonivor. Akalar mana ko'rib olaringlar, joyimizcha torroq qilib hammasini shu joyga imkon yo'q. Olishaversin. Iloji yo'q edi shu Biri 10 bayladik. pilis 15 gacha chiqadi. Xo'p, biri 10 pilis, biri 15 gacha. Chiqadi. Xo'p, aka molni tozasini olaman deganlarga mana bunday shvetlar aka, yelkasida palasasi borlardan mana. Orqa boshlarini, oyoq qo'llariga yaxshilab e'tibor bering. Mana aka. Mana bularni ko'ring endi. 15 kun, 20 kun, 1 oy sababini qilasiz, yaltirab, zorib qoladi. Mana shunday ikkita charcha, bari kelgan hech qachon yo'q. 2 kun demasa, shuni o'ta boshqacha bo'lib qoladi bu mollar. Mana. Xo'p, aka uchalasini bir joyga nechi pul endi? Uchalarni bir yerga 19 dan. 19 dan. Kami. Qilib beraman kamini. Video davomida ham qilib berasiz meni obunachilarimga. 200 mingdan bularga ham tushib beraman. Baraka. Endi mana bu parodamiz bor. Xo'p, akalar, Iston paroda suyagi Iston og'ir. ishqibozlariga. Molni ko'rolmayga yaxshilab, oyoq qo'lni mana stoykaga ham yaxshilab e'tibor bering mana stoykaga aka. Mana. Molni mana orqa boshlari, xudo xolasa ideal holatda, yelka qismlari, bel qismlariga ham yaxshilab e'tibor bering aka. Bolangizgina hurkakroq ekan. Orqaga chicha pisib turibdi mol. Opa. Necha aka bo'yi? 1.15 ga olishaversin, 1.15 pil chiqyapti. Xo'p, 1.15 pil chiqyapti, 1.15 ga olaverasizlar aka. Narxi necha pul aka endi bunisini? Narxiga 25 demayman. Hop. 24 ham demayman. Hop. Siz obunachilar uchun 21,5 o'tib beraman. 21 million 500 ming so'm. 21 million 500 ming so'm o'tib beraman. Yana o'tib berasiz. Yana Hozir o'tib ham beraman. yaxshi. Hozir ham qimmat emas, yaxshi aka. Yana o'tib Meni beraman. obunachilarga yana o'tib berasiz. O'tib beraman. Necha Yana o'tib kelsin berasiz? yana 200 ming o'tib beraman bundan ham. Babar aka, joningiz sog' Endi bo'lsin. mana bangusimiz. Mana bangusimiz. Aka bu uyda boqilayotgan-a? Javob qilayotgan dehqonchilik. Akalar xudo xolasa bu molimiz dehqonchilik. Bu kecha bugun kelgan mol emas. Molga yaxshilab e'tibor berasiz aka. Mana videoni o'tkazishga biri 20. aslo shoshilmang. Biri 20 filisi bilan tushyapti mana. Mana aka molni uzunlik holatiga ham yaxshilab e'tibor bering, mana qarang. Voy joningiz sog' bo'lsin. Biri 20 filisi bilan tushyapti. Akalar, bunga ham oldini ham ko'ring. Ko'rsolligini ham ko'ring. 15 kun, 20 kun, 1 oy sababini qilsangiz mol xuddi mana bunday yaltirab qoladi. Mana shu mol menga kelgandan bos. Bir 1,5 oycha bo'ldi. Kelganda 1.10 edi. 1.10 10 sm yoq o'sdi. 1,5 oyda. 7 sm o'sgan bo'lsin. Voy jonivor, mol ko'ring aka. Kallalarni. O'sha holatga yetib keldi. Hozir asal o'sha o'ziga oladigan paytda bu qarang molni. Oyoq qo'llarini ham yo'g'onligini ko'ring. Mana. Orqa boshlari, xohlasa molni mana yerga ham yaxshilab e'tibor bering. Chiziq ham shu kesib janivarga. Xo'p, aka narxi necha pul buni endi? Kecha mana shunaqa molni bozorda 26 million 500 mingga sotildi. Siz ham endi 26 million 500 ming qo'ymoqchisiz. Men 26 million 500 ming qo'ymoqchi emasman. Men 25,5 qo'yaman. 25 yarim. O'tib ham beraman. Ya joningiz sog' bo'lsin, keling. Obunachilarimiz uchun. Dehqonchiligim. Yana o'tib bering. O'tib beraman yana. Bunga 300 ming yana o'tib beraman. Babar aka, joningiz omon bo'lsin. Obunachilar nima deyapti endi babar? Like-ni bosib beradigan yeri keldi, ishoning. Molni qo'l sohalarini ham ko'ring. Jonivorda. Obunachilarimiz Boshqacha narsa chekkada saqlab qo'yganim bor mana. Gibridni zo'ri. Mana bunisini ko'ring endi. Voy joning sog' bo'lgin. Molni ko'ring. Oyoq qo'llarni mana aka, toza stakan yo'q. Stakan yo'q. Kalla pochchalarni ham ko'rsatib qo'ylar aka. Mana kalla pochchalar. To'qol ekan aka. To'qol.
To'qol variantidan pachka. Hali yosh. Voy joning sog' Endi chiqdi. To'lsin, oyoq qo'lim baqov. oyoq qo'lni ham ko'ring. Mana buni qarang. Boqaman deganiga. Zo'ridan zo'ri deydi. Zo'ridan zo'ri. Mana bunisi ko'ring. Aka bo'ylari qanaqa buni? Bo'ylari Xudo xolasa shunaqa metr sog'olamiz. Akalar, imkoniyat yo'q bo'lsa ham yaxshi niyat qilib aka, kommentariyaga havas qildim. Niyat qildim. Hozir imkoniyatim yo'q, xudo xolasa Allohga oson deb yozib keting. Yetishyapti. Kamida 10 tadan og'ilingizda bo'lsin. Birov 7, birov 6 ga olishsin. birov 7 bo'ldi. Birov 5 Endi plyus. bolani o'zing ko'rsatgan ya, bu ham charchab holatda. Xudo xolasa 2 kun 3 kun chiroyli qilib damda olsa, Damni olsa bu yana ham ko'rsatadi. molga mol qo'shilaveradi. Keling aka. Nech pul? Bungami? Hop. 21 bersinlar. 22 23 emas. 21 berib olib ketaversinlar mana. Talash, yo endi buni talab. Yo, o'tib berasiz, meni obunachilar o'tib berasiz aka. Hammasini o'tib beryapman. Yo aka, xudo xolasa. O'tib berdim bundan ham mapga marhum 200 ming so'm. 200 ming so'm. 200 ming so'm o'tib berdim bundan. Otangizga rahmat. Obunachilar xudo xolasa laykni bosib, qo'llab-quvvatlab turasizlar. Mana bunday chempionlardan. Mana bu chempionni Tushunavering. Legendalardan javob. Yana bitta legendasi bor. Akalar, molimiz ko'p bu yerda. Qolganlari ham xudo xolasa Asrab turganim. sinov muddatida akalar. Mana bularni ko'ring. Joning sog' bo'lsin. Akalar, xudo xolasa Mana nima deyapti? zotqa boqaman deganlar. Qarang. Obunachilaringizga mana bunga nima deydi? Mana buni qarang. Mana molni Joning sultoni. omon bo'lsin. Hali tug'magan xunojin. Hali tug'maganmi aka bu? Tug'magan xunojin. Qaydan topib oldingiz buni? Ya, bu ham bor edi bir yerda. Ishga borsa obunachilarga saqlab qo'yganman. Bunaqa hali gibrid demasa tozasidan xudo xolasa. Shved tozasidan. Akalar, zo'ridan boqaman deganlarga Boqaman deganlarga. bu qarang. Tuyoqlar, oyoq qo'llari istagan tuyoq. Molni qarang. Molni turishini qarang. Orqa boshlarini. O'tan bunaqa turmaydi. Bu qarang. Zaruriyat payt bo'lsa uloqqa kirib ketaverar ekan, minib olib. Xuddi shunday. Aka, bu g'ozmasa hali unojina bu. Xunojin qo'yib qo'yganmiga 1-2 hafta bo'ldi. Agar Allohga tavakkal. 2 hafta bo'lgan. 2 hafta bo'ldi. Ushlab qolgan bo'lsa Lekin sigir molni qolsa osti mazza sohasini qilishadi. Mana bu mollarda aka o'sha haligi yoniga bitta o'ziga o'xshagan shved bolasi bo'lib qolsa 70 million, 80 million, 100 million bo'lib ketadigan sigir bo'ladi-da bu. Buni qarang. Lekin Oldi, sigir bo'lsa ham 50 50 million tepasida sigir bo'ladi. Shuni aytaman aka. Kamida 60 millionlik sigir bo'ladi do'stlar. Sigir bo'lib qolsa ham agar molni uzilgan. Hop, aka bo'y basti. Qo'ybasi yo'q, kemiz. Realni bo'lib qo'yaolsin. Bo'lsa bo'pti. Yonimizda. Lekin ishonavering. Imkoniyat sharoit bo'lsa, obunachilar realni ustiga kelib ko'ring. Molimiz chicha qo'yib haligiram aka. Ozgina hurkani qilyapti. Borda necha bo'lsa 1.25, 1.30. Pilishyapti. 1.35 plyus. 1.35 plyus. Endi hozir realni ko'rib bo'lmadi, aka bu yoqqa. Ha, o'lchab ko'rsatib qo'yasiz agar telefonlar qilsa aka. O'zlari ko'rib ham olinaveradi. Hop, men xon taxmin 1.30 lar dedim, 1.35 plyusda chiqyapti degan kelamoq. Katta narsa, ishonavering. Katta narsa. Va Vaqtim shu, oq quloq narsa. Bir maza qilib boqadigan narsa mana. Joning sog' bo'lgan, mana buni ko'ring. Oling bormisa bor degandek. Baquvvatligini qarang. Maza qilib boqasizda. Mana. Hop, akalar, qo'yib qo'yilganiga 2 haftadan o'tibdi. Endi bu yog'i Allohga tavakkal. Men buni bo'g'ozam demayman, qisiram demayman. Aka, sir bo'lmasa qanaqa haligi qo'ygansiz? Qanaqa sort qo'ygansiz? U yog'ini ham bir aytib ketaylik. Semental. Semental. Sementalga. Joningiz sog' bo'lsin. Aka, narxi nech pul endi? Eng qiziq yeri-da buni. Narxini endi buni 55 yo 60 deb qo'yishim kerak yo'q-a? Hop. 36,5 bersin, 40 ham emas. Obunachilarimiz maza qilsin. Men 40 million deb o'ylab turdim. 36,5 bersin. 36 million 500 ming so'm akalar bozorda ham yo'q narx buni. Ishonavering. 36,5 Bozorda ham yo'q narx. Kelaman qarang. Kecha 40 million deyman dedim, o'zimdan chiqib ketib qoldi gapga gap. aytilgan gap, u otilgan o'q aka lekin. 36,5 bersin mana. Joningiz omon bo'lsin. Dastlabkasi vodiy bo'ylab. Telefon qilsa o'tib ham berasiz aka, xudo xolasa. O'tib beraman obunachilarimiz uchun. Mana shu Zalotoydan ham. Joningiz sog' bo'lsin. Obunachilar xudo xolasa laykni bosib, mana bunday chempionini boqaman degan akalarimizga videoni jo'natib qo'yasiz. Aka, bugunga shular xudo xolasa. Xudo xolasa bunga shular. Videoni yakunlaymiz. Yakunlayveramiz. Otangizga rahmat. Obunachilar laykni bosib, maksimalniy podдержка qilib turasizlar, xudo xolasa. Zo'ridan zo'ri. Hamma chorvasiga baraka beraversin. Aytganingiz kelsin akalar. Zo'ridan zo'ri faqat vodiyuzda bo'ladi akalar. Laykni bosib, qo'llab-quvvatlab turaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar aka.